Xotin bilan urushib qoldik. Bugun birinchi kun. Bilaman, baribir o'zi uzr so'raydi. Boshqa iloji yo'q. Uzr so'raydi o'zi. Urushib qolganimiz bugun ikkinchi kuni. Boshqa xonalarda uxlaymiz, lekin baribir o'zi birinchi bo'lib uzr so'raydi. Bugun uchinchi kun. Narsalarni yig'ishtirib onasinikiga ketgan. Lekin baribir birinchi bo'lib o'zi uzr so'rab keladi. 30 kun bo'libdi urushganimizga ham. Hamma joyda meni blokka solibdi, черный спискка tiqib tashabdi. Baribir o'zi birinchi bo'lib uzr so'rab keladi. Ташкентским братвам, как у вас дела? Импортный бомж вам салом. Jigarlarim, себя уважайте, как говорится, повод не давайте. Массаga jigarlarimga omad.